Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, qachon yigit bilan qiz o'rtasidagi muhabbatda shirk bo'ladi? Alloh Qur'onda aytgan: "Va minan nasi man yattaxidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Vallazina amanu ashaddu hubban lillah." Odamlardan shunday kishilar borki, Allohdan qo'yib boshqani unga tenglar qiladilar. Va iymon keltirganlar esa Allohga bo'lgan muhabbatlari shiddatliroqdir degan. Mana shu oyatdan bilinadiki, demak, kim birovni Allohni yaxshi ko'rgandek yoki undanda ko'p ana shunaqa yaxshi ko'rsa, o'shani Allohga sherik qilibdi. Tabiiyki bu tilda bo'lmaydi, ya'ni hech kim men Allohdek yaxshi ko'raman seni yoki Allohdan ko'p yaxshi ko'raman seni demaydi hech kim. Lekin fe'lda bo'ladi bu. Ya'ni masalan, Alloh aytgani bor, o'sha sevgilisi aytgani bor. Unga yo'q, sevgilisi aytganini qiladi, u Alloh aytganini qilmaydi. Ana shunda u demak Allohdan ko'ra uni ko'proq yaxshi ko'ryapti. Endi bu ham ikki xil bo'ladi. Katta shirk bo'lishi bor, kichkina shirk bo'lishi bor. Agar bu tilida ham mana shu gaplarni gapirsa, masalan, ba'zilar bor-ku, haddidan oshib ketib, sen bilan jahannamga ketishga ham tayyorman. Sen bo'lmasang jannat ham kerak emas. Hamma narsa qilaman sen uchun. Ana bu katta shirk. Bu odam tamom, agar shuni bilib gapirayotgan bo'lsa, nima deyotganini katta shirkni keltirgan bo'ladi. Kofir bu, murtad bo'ladi, dindan chiqadi. Agar bunaqa demasa-da, lekin hali yuqorida aytilganidek, unga o'sha Allohni norozi qilgan o'rinlarda ham itoat qilsa, yaxshi ko'rganiga, u erkakmi, ayolmi, ota-onasimi, kim bo'lsa ham, aynan bu yigit qiz emas, kim bo'lsin, kimga agar Alloh norozi bo'lgan o'rinlarda unga itoat qilib rozi bo'lsa, mana bu kichkina shirk deyiladi. Podshohgami, gadogami, sevgiligami, ota-onagami, kimga bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun u nima qilyapti? Allohning buyrug'iga itoat qilib uni yaxshi ko'ryaptimi yoki Allohning buyrug'iga zid ko'rinishda uni yaxshi ko'ryaptimi? Mana shunga qarab bu shirk darajasi bilinadi. Allohu a'lam.